Assalomu alaykum, hurmatli bizni YouTube'dan kuzatib turgan aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar. Endi bemalol aytsak bo'ladi, aziz mana shu Brilliant Edem Gold do'konining muxlislari. To'g'rimi Salomat opa? Albatta, assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Qadrdon Edem Gold kuzatuvchilari, qadrdon Shapaloq ko'rsatuvining muxlislari. Qarang, haqiqatan Boqqaldik endi. Albatta, 4 ta 5 ta video chiqqandan keyin muntazam o'sha masofadan turib ko'rishib, gaplashib turganimizdan keyin albatta qadrdon bo'lib qolamiz-da. Xo'sh, Salomat opa, kayfiyatlar qalay? Alhamdulillah, rahmat, yaxshi. Mana yangi yil shukuhi sizni ham ko'nglingizga, hayotingizga kirib kelayotgandir. Endi kirib kelayotir, 1 yil qarayotirmiz. Albatta. Umrimiz o'tyatir, shunaqa. Bir tomondan xursandchilik deng, bir tomondan o'yga toladigan joylari ham bor. Allohim, Xudoyim 2026-yil hammani xonadonini, hammani, har bir bandani qalbida eng tubunda yotgan orzu niyatlarına erishsin. 26-yil shunday bir chiroyli yil bo'lsin. Hammani shu 2026-yil bilan tabriklaman, kelayotirgan. Iloyim aytganingiz kelsin Salomat opa, 2026-yil barcha ayol qizlarga mana bunaqangi chiroyli bilaguzuklar, brilliantlar nasib qilsin, to'g'rimi? Iloyim aytganingiz. Lekin 2026-yilda kutib o'tirish shart emas, oz qoldi. Ulgurib qolinglar, aynan 2025-yil yaqininglarga, ayolinglarga, onajoninglarga, opa-singillarga, qizinglarga mana shunaqangi brilliantlardan sovg'a qilish imkoniyati bor, to'g'rimi? To'g'ri. Buning uchun Edem Gold do'koniga kelasizlar. Manzil o'sha Toshkent shahri Chorsuv Gold Center 2-qavat 29-do'kon. Edem Gold. Kelsanglar, ajoyib insonlar katta chegirmalari bilan, chiroyli chegirmalar bilan sizlarni kutib oladi. Kelganinglarga afsuslanmaysizlar. Buni ishonch bilan bemalol ayta olamiz. To'g'rimi Salomat opa? To'g'ri, inshaalloh. Kelsangizlar, chiroyli narxlarda, chiroyli sifatli narsalarni olib ketasizlar, xudo xolasa. Pulimiz o'zlaringiz bilan ketadi, gap qisqasi. Shunday, pulinglar o'zinglar bilan ketadi. Kerak bo'lsa, bu xuddiki bankdagi gapda. Xuddi shunday. Sotib olasiz, pulingiz uyingizda, qo'lingizda ko'payib boraveradi yillar davomida. Asosiysi, ayollar xursand bo'lib taqib yuradi, sichqon yemaydi, nima bo'lmaydi, yirtilmaydi, qolib ketmaydi, Kuyib qolmaydi, yonmaydi, o'tda yonmas, suvda so'kmas deydi-ku. Eng muhimi o'sha pulni qanchaligi yoki anaqasida emas, muhimi o'sha ayolni xursandchiligida. Xursandchiligida, shuni ayting. To'g'rimi? Asosiy shunda. Qarang, Salomat opa, men bitta narsaga e'tibor berdim. Shuncha endi brilliantlaringiz bor do'koningizda. Ana 20-25 yildan beri shu sohadasiz. Lekin sizga e'tibor berib qarasak, bunaqa ortiqcha zeb-u ziynatlar, ortiqcha bir taqinchoqlar sizda kam ko'rinadi-da. Bu o'sha brilliantlarni ko'raverib ko'z to'yib ketgandanmi yoki boshqa sababi ham bormi? Endi men bilmayman sababini. Men unaqa o'zim ham qiziqimman, o'zim ham to'g'risi odamlarga ko'z bo'lishni istayman. Demoqchimanki, misol uchun sizda har kuni har xil brilliant taqib yurish imkoniyati bor-da. Albatta. Shunda do'koningizdan taqib chiqib ketib, biror bir tadbirgami, boshqagami borib yoki qayerga borsangiz ham, manzilingiz qayerga bo'lishidan qat'iy nazar yangi brilliantdan har kuni borish imkoniyati bor. Lekin bu imkoniyatdan siz foydalanmayapsiz. Yana bir qiziq tarafi, o'zimning qizlarim ham qiziqmaydi. Masalan, bayramda ya tug'ilgan kunlarida nima olib bering, ya nima podarka qiling desa, tilla brilliant bo'lmasa boshqa narsa deydilar. Astag'firullah deyman. Ular ham unaqa qiziqib yotmaydilar. Endi o'zim taqmagan, endi qizlarim bir chiroyli bo'lib taqib yursin deb bir chiroyli o'zimga narsa keladi. Shu vaqtimda bu chiroyli ekan, buni taq desa, yo'q, kerakmaydi deydi. Ular ham shunaqa ko'z bo'lishni istamaydilarmi? Hamma qaraydi deydilar, shunaqa. Asal maroqlar. Yana bitta qiziq bir holat bor. Men tanishim bor-da, o'zi millati qozoq, 5 barmoq tayyorlaydi-da ular. 5 barmoqni zo'r tayyorlaydi. Odam juda klientlari ko'p, o'zimiz ham juda ko'p boramiz 5 barmoq yeyishga. Lekin o'sha tanishimni bir kun somsada ko'rib qolaman, bir kun shashlikda ko'rib qolaman, bir kun sho'rva ichib o'tirgan bo'ladi boshqa kafelarda. Men so'rayman, o'zi qo'lingda tayyor 5 barmoq bo'lsa, kuchli zo'r ovqatlar bo'lsa, haqiqiy qozoqcha nima qilib yuribsan sen gummada, nima qilib yuribsan somsada desam,
menga shu qiziq deydi. Mana meni shuncha brilliantlarim bor. Shular ichida yuribman 20-25 yildan buyon. Meni ham masalan shunaqa nimalar bo'ladi. Brilliant olib beradilar, tilla olib beradilar, onalariga keladilar yoki ayollariga, qizlariga kelib, taqtirib ko'rib, havas qilib, onalariga havas qilib, onamga olyapman hayitga yoki bayramga yo sabab bilan yo ayolimga deb olishadi. Havas qilaman lekin shu siz aytganingizdek. Lekin men sizni o'rtog'ingizga o'xshab boshqa magazindan bu narsani olish imkoniyatim yo'q. Yo, endi bu soha umuman boshqa bo'lgani uchun, bir qiziq holat bo'lgani uchun aytib o'tib ketdim. Endi istaganidek bizlar ham istaymiz shunaqa. Endi yana bitta savolda, Salomat opa. Misol uchun siz mana shu brilliantni ichida yuribsiz, tillarni ichida yuribsiz. Mayli sizga qiziqmas ekan, lekin uyda pochcha bor, o'g'lingiz bor. Ularchi, ular ham biladimi shu qiziqmasligingizni yoki ulardan qandaydir yo'q. Ular qanday fikrda? Ularni fikri masalan o'g'lim bo'lsin, xo'jayinim bo'lsin, shuni ichida yuribdi-ku, u kerak bo'lsa o'zi xohlaganini taqadi, o'zi oladi deb o'ylashlari mumkin. Endi men uni qiziqib ko'rmaganman, qanaqa o'ylashlarni to'g'risi. Shunaqa deb o'ylasalar kerak, lekin bular bilmaydi, meni masalan qanchalik kelib onalariga yoki bo'lmasa ayoliga tanlab bittasini shunaqa hayajon bilan shu yoqarmikan bu uzuk yoki bu bilaguzuk onamga yoqarmikan, bu ayolimga yoqarmikan deb olib yoki bo'lmasa o'zini olib kelib taqtirib ko'rib onasi bu yarashdimi yo oyijon bu yarashdimi, buni olasizmi, buni olasizmi, xohlaganingizni oling deganlardan men havosim keladi. Masalan, men ham o'zim ichimdan o'ylayman, 1 gramlik bo'lsa ham, bitta toshi bo'lsa ham, yo o'g'lim yoki xo'jayinim oyi oling deb olsa deyman, lekin ular ham boshqa magazindan emas, meni magazinimdan sotib olsalar. Begona bo'lmasin deyishda baribir. Masalan, hozir o'g'lim yoki xo'jayinim kelib xohlaganimni olinglar, o'zing qaysi yoqadi shuncha magazindan, qaysi o'zimki, hammasi o'zimniki. Lekin shunda ham qaysi yoqadi shuni ol, men pulini beraman, o'zing sotma, meni nomimdan taqib qo'y desa, balkim xursand bo'larman. Albatta. Demak, mana shu gaplarni, mana shu umuman videolarni, bizning suhbatlarimizni pochcha hamda o'g'illar albatta ko'ryapti-da. Teggizib aytamiz. Ana. Bu yo'g'i endi o'zingizlarga havola. Nam yo'qdi tushundinglar. Menimcha ularda yana bitta fikri bor. Endi siz mutaxassis bo'lib ketgansiz-ku, ko'raverib, har qanday chiroylilarni ko'rib, ular balki qo'rqishar, ozgina iymanishar. Olib qo'ysak-ku, yoqmasa-chi, ularda o'sha darajasida tanlolmasak-chi degan fikr ham bo'lishi mumkin-da. Olmaydigan ahmoq bo'lmaydi, bera olmaydigan ahmoq bo'ladi. Qaranglar, ayol kishi yo'lini topish kerak, yo'lini topish kerak. Javob topib beradi-da. Iloji yo'q, endi olib berish kerak. Yangi yil sovg'asi. Juda chiroyli, juda mazmunli suhbatlar bo'lyapti. Endi tomoshabinlarimiz uchun ham o'zi umuman hammaga yoqadigan, kayfiyat bag'ishlaydigan suhbatlar bo'lgani ma'qul menimcha, to'g'rimi Salomat? Faqat ma'lumotlar. Shu ko'ylak sotadigan ayolingiz ham ko'ylak olib bering. Restoranning egalari ham boshqa zo'r restoranlar olib boring. Uni hech o'zimiz restoranimiz bor-ku degan gap bo'lmaydi. O'zi ko'ylak sotadi-ku degan gap bo'lmaydi. Ayollari hamma o'zi deya bo'lsa ham xursand qilib. Endi qarang, Salomat opa, mana shu suhbatimizda sizni misol qildik-ku, lekin deyarli barchaga tegadigan, deyarli barchaga aloqador bo'ladigan mavzu ko'tarilib ketdi. Bir bo'ladi baribir. Shunaqa bo'ldi. Azaldan e'tibor berganman yoshligimdan, bilaguzuklar asosan onaxonlar taqardi. Endi men yoshligimdan, bolaligimdan kuzatganim. Chunki onamdan qolgan bilaguzuk degan gaplarni eshitganmiz. Bilaguzuklar, o'sha qalin bilaguzuklar, boshqalar, tilla bilaguzuklar ko'rardik-da endi asosan. Yosh katta onaxonlarda, buvlarimizda. Endi hozir ko'ryapmiz, bilaguzuklarda brilliant variantlari ham bor. Brilliantlar ham bor, tillalar ham bor, xil-xili bor. Endi hozir ham o'sha meni o'sha aytayotgan ma'lumotlarim, taxminim bo'yicha yosh kattalar taqyaptimi hozir ham faqat yoki endi 15 yoshdan kerak bo'lsa 80-85 yoshlar ham taqadi bo'lsa, ota-onalari olib bersa, o'g'il qizi olib bersa, xo'jayin olib bersa
taqaveradilar. 85 yoshgacha qilam, 15 yoshdan 85 yoshgacha. Demak, bilak uzuklarda yosh chegarasi yo'q. Yo'q, kerak bo'lsa tug'ilgandan shirt tasadilar. Demak, meni o'sha kuzatganlarim, taxminlarim unchalik to'g'ri emas. Yo'q. Keyin yana bitta narsa qiziqda menga. Mana bilak uzuklari ko'ryapmiz. Mana juda chiroyli bilak uzuklar. Endi bular brilliant bilak uzuklar, to'g'rimi? Mana brilliant toshlari hammasi ko'rinib turibdi. Juda go'zal. Lekin mana bu halqasi bor-ku. Bu ham brilliantmi yo qanaqadir boshqa metalmi bu? Yo'q, metal tilla. Tilla metal bu, tilla. 750 pro. Oldingi ko'rsatuvimizda aytganmiz, bu tillasi 750 proba. Endi bu oq tillasi 585 proba. Demak, halqasi tilladan bo'ladi. Tillaga. Bu asl nimasi uzuk bilak uzuki tilla, toshlari brilliant. Toshlari brilliant bo'ladi. Tushunarli. Demak, bu bilak uzuklar turgan bitgan holati faqat qimmatbaho, o'tda yonmas, suvda cho'kmas holatda ekanda. Narxi hech qachon tushmaydi bu narsalar. Endi narxi tushadi deyiladi, to'g'ri. Masalan, oddiy shu kulonim. Masalan, oddiy shu bilak uzugim. Endi toshlari, masalan, ideal tosh, naturalniy, brilliant. Endi bir joyga bir magazinda, bir sotuvchida ko'rasiz buni 100 million so'm. Masalan, bir magazinda ko'rasiz 7 million so'm. 7 million, 6,5 million so'm ko'rasiz bu narsani. Endi siz oldingi ko'rsatuvimizda aytganda aylanib, taqqoslamang, ko'rmang aldingiz, 100 million aldingiz, ertaga sotaman desangiz buni siz qimmat oldingiz. Ayb sizda. Aybdorsiz. Siz 100 million aldingiz shu narsani. Size 100 million qimmat olganingizdan keyin masalan menga olib kelsangiz, men sizga 2 dunyodan 100 million olaman. Chunki men buni taqqaningiz hisobına ham qimmat olganingiz hisobına men o'zim bo'lmasa shu o'zim sotib o'tirgan narxdan 60 million 70 million olishim mumkin. Endi bu taqriban hisob-kitob bo'lyapti. Taqriban. Masalan, hozir shu narsani bir magazindan 60 million oldingizmi? Masalan, 2 oydan keyin, 3 oydan keyin, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin sotsangiz ham ayttirman-ku, 100 million sotishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa shu narxga tilla agar oshmaydigan bo'lsa 70 million shu narxga sotishingiz mumkin. Nimada? Maza qilib 4 yil, 5 yil, 3 yil taqasiz. Taqqaniz qoladi, havo shunaqa. Taqqaniz qoladi. Bu arzonlikni yerga urib oladilar deganni xato. Yerga urib oladilar nimada? Qimmat olgan hisobına o'ylaysiz, siz masalan 100 million olgan narsangizni 60 million olsa, oy 40 million arzon oldilar deysiz. Bu oluvchilarda emas, sizda qimmat olganingizda. Endi sizni xaridorlaringizchi. Misol uchun sizni xaridorlaringiz olib ketsa, siz masalan shu 60 million olgan bo'lsalar, men 60 milliondan qaytib boshqa sizga 40 millionlik narsa oladigan bo'lsa, 20 millionni qaytib beraman. Ya 20 millionga yana bitta narsa berishim mumkin. Demak, siz o'sha agar boshqa do'kondan qimmatga olgan bo'lsa, siz unga javob bera olmaysiz, u bilan hisob-kitob qilishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Yana sizlarga bir nimamiz bor, bizlarda imkoniyat. Bunda отдельно ko'pmiz bizlar. Masalan, buni qo'shimiz. Shu narsalari yana ba'zi odamlar nimaga olib kelganlar, yana oldinlari taqqan bu masalan taqilmagan narsalar ham bor masalan. Nimasi bilan turibdi, etiketkasi bilan. Tillada bular. Shularni olib kelib brilliantga almashlab ketadilar. Ustiga pul beradilar. Qimmat olamiz, lekin buni eritib yormay o'zlari xaridorlarga arzon narxda beramiz. Masalan, shu narsa do'konlarda 1 milliondan bo'ladigan bo'lsa, narxi 1 million 900 dan bo'ladigan bo'lsa, biz 800 ming so'mdan beramiz buni, grammini. Tashi shu 800-790 ming so'mdan ham beramiz. Buni toshi bor hisobini. Bulari bo'lsa 900 ming so'mdan beramiz. Ular grammi. Chunki bu taqilgan tilla bo'lgani uchun lomga berib yuboramiz. Buni qo'yib zarur odamlarga sotamiz arzon narxdan. Bu narsamiz ham bor, imkoniyatimiz.
bu taqilgan narsalarni yangi deb sotamiz-da, addini qo'yamiz. Xaridorlar. Bekor o'sha anaqa eritib yuborilmaydi. Bir 4-5 kun qo'yamiz-da, keyin Demak, o'sha Edem Gold do'konida shunaqa imkoniyat bor ekan. Taqilgan yoki olingan, asrab qo'yilgan tillalar bo'lsa, taqinchoqlar bo'lsa, bemalol kelib, narxlatib, ustiga peredoplata qilib, o'sha qolgan summani to'lab, brilliantlar olib ketish imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Keyin mulk tilla olaman deganlar ham bu yerda qo'yib, shu almashilgan narsani bir 4-5 kun qo'yamiz. 4-5 kun qo'yib, xaridorlar zarur zamon odamlar bo'lsa, mulk tillaga berib yuboramiz arzon. Bu haqida ham bir qisqacha tushuntirib o'ting. Mulk tilla o'zi nima? Mulk tillida degan shu hozir aytganimdek, masalan, bular taqilgan. Endi buni yangi deb, endi ba'zilar yuvib tozalab yangi deb sotishlari mumkin. Lekin buni yangi deb sotish endi yolg'on bu. Shuning uchun taqilgan hisobini masalan $90, $100 bo'ladigan bo'lsa, bu yangi tillalar bular $80 dan $20, $25 arzon bo'ladi. Yuradi. Buni endi nima deydi? Tillani taqadiganlar olib taqaveradilar buni. Ya tashab qo'yadilar. Masalan, demak o'sha ustiga pul minib turaveradi, puli ortiqcha puli bo'lsa. Ortiqcha pulini demak bankka borib qo'yib yo boshqa qilmasdan tilla olib qo'yadi. Kerak bo'lsa 1 soatda foyda ko'rsa bo'ladi. Hozir shunaqa o'ynab turibdi. Kerak bo'lsa 2 kunda ustuna pul minib turadi bu narsa. Endi tushunarli bo'ldi. Halol bu-da, halol narsa. Demak, yangi yil yaqin. Yangi yilga yangi surprizlar, yangi aksiyalar, umuman yangi yil shukuhini Edem Goldga kelib his qilish mumkin, to'g'rimi xaridorlar? Har bir nafas olayotganimiz, uyg'onganimiz, ko'zimiz ko'rayotgani, tilimiz gapirayotgani o'zi bir bayram. O'sha bayramlardan, mana shunaqangi bir sababli bayramlardan foydalanib qolib, yaqinlarimizni shunaqangi chiroyli brilliantlar bilan siylasak, xursand qilsak degan ma'noda gapiryapman. To'g'ri. Mana yangi yilga juda ham oz kunlar qoldi. Ayollar uchun, onaxonlar uchun, ayolingiz uchun, opa-singillar, qizaloqlarimiz uchun eng go'zal va eng chiroyli sovg'a albatta brilliantlar. Brilliantlar bilan siylaylik yaqinlarimizni. To'g'rimi Salomat opa? Albatta, inshaalloh. Demak, barcha kuzatuvchilarimizni o'sha manzilda Toshkent shahri Chorsuda Gold Center 2-qavat 29-do'konda Edem Gold do'konida kutib qolamiz. Kelinglar, brilliantlar olamidan zavq olinglar. To'g'rimi Salomat opa? Albatta. Kelinglar, xursand bo'lasizlar. Chiroyli narsalar sizlarga kutib turibdi. Kelasi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'linglar.